Men boyvachchaman, bir sultonman. G'arib bir onaga g'arib o'g'lonman. Tinchlikmi? Sevgan qizimni to'yi bo'lyapti. O'shani to'yini buzib bering. Men shuncha odamni basharasini buzgan ekanman, lekin to'y buzmagan ekanman. Pulni bersang, любой narsani buzaman. Yur. Bir tomonda kuyov jo'ralar, bir tomonda kelin yangalar. To'yga yasanishib kelibdi hali uylanmagan jo'ralar. Bir tomonda kuyov jo'ralar, bir tomonda kelin yangalar. To'yga yasanishib kelibdi hali uylanmagan jo'ralar. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun 2 yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun 2 yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. O'char mikrofoningni. Kim berdi yosh bolaga mikrofonni? Nima? Yig'ishlar to'ypoyini nima bo'lyapti bu yoqda? To'yga Dilshod Rahmonov kelibdi. Menga desa undan zo'ri kelmaydimi? Dilshod Rahmonov kelibdi to'yga. Dilshod Rahmon o'zlarimi? O'zi. Sollasasizmi? Ya assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Qanday ishlar? Yaxshi. Men sizni fanatizman, ming bor uzr, tanimayman ustoz. Biz prosta prank qildik. Xafa bo'lish yo'q qildik. Sizlar nima turibsizlar? Nima kayfiyatinglar yo'q? Kayfiyatinglarni ko'taringlar, o'ynab kulamiz, mazza qilib o'ynaymiz. Qani hamma. Rizqga bitta zo'rda ayting. O'ynaymiz, nima deb? Bugun do'stim seni to'yingda, sinfdoshlar yig'ilamizda. Baxt tilaymiz, tilaklar aytib, davralarni qizdiramizda. Bugun do'stim seni to'yingda, barcha do'stlar yig'ilamizda. Baxt tilaymiz, tilaklar aytib, davralarni qizdiramizda. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun 2 yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun 2 yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Bir tomonda kuyov jo'ralar, bir tomonda kelin yangalar. To'yga yasanishib kelibdi hali uylanmagan jo'ralar. Bir tomonda kuyov jo'ralar, bir tomonda kelin yangalar. To'yga yasanishib kelibdi hali uylanmagan jo'ralar. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun 2 yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Ko'taringlar kayfiyatni, aytamiz yaxshi tilakni. Bugun 2 yosh to'yida o'ynab yozamiz yurakni. Bo'ldi, yig'lama, ketdi kelin. Sen nima to'yi buzmading? Dilshod Rahmonov kelgan ekan to'yga. Yana meni buzib qo'ymasin. O'zi shunday chiroyli qiz ekan, nimaga uylanib qo'ymading? Chiroyli, 4 yosh katta mendan. Yoshrog'i yo'qmidi sanga? Ona qilasanmi uni? Son bir sevmagan ekan. Sevaman men.